Xonada xotirjam o'tiribsiz yoki uxlashga tayyorlanyapsiz. Birdan yuragingiz urmay qolganga o'xshash holat bo'ldi. Siz o'sha holatda miyangizdan ming xil fikr o'tdi. O'lib qolish bilan bog'liq bo'lgan ming xil fikr. Qo'rqib ketdingiz. Taningiz muzladi. Va birozdan so'ng birdaniga juda kuchli zarba bilan yuragiga yana urib ketdi. Tomog'ingizga nimadir tiqilganday bo'ldi. Bu holat sizga tanishmi? Bunda bu video siz uchun. Bugun biz ekstrasistoliya haqida ma'lumot berib o'tamiz. Shundan so'ng shifokorga borasiz, kardiologga borib, yurakni tekshirtirasiz, EKG qilasiz, echo qilasiz, holter taqasiz. Kardiologlarda unisiga ishonmasdan bunisiga borasiz. Har xil mashqlarni qildirib ko'radi, sizga qandaydir nagruzkalar berib ko'radi. Hammasi sog'lom deyapti. Siz bo'lsa bu holatga tushunmayapsiz, siz shokdasiz. Nahotki qanday qilib yuragim ozgina to'xtab qoldi, birdan urib ketdi. Bu qanday qilib sog'lom bo'lish mumkin degan fikr bo'lyapti. Agar sizda qo'rquv, xavotir, nevroz, umumiy tilda aytganda nevroz bo'ladigan bo'lsa, bu odatiy hol. Nevroz holatida ekstrasistoliya juda ham ko'p, juda ham tez uchrab turadigan jarayon hisoblanadi. Hozir bu holatni ilmiy jihatdan qanday tarzda bo'lishini, nimaga bunday bo'lishini tushuntirib o'taman. Yuragimiz urishi nerv tolalari signallari bilan bog'liq. Ya'ni nerv tolalaridan kelayotgan signallar yuragimiz urishiga ta'sir qiladi. Misol uchun, biz qo'rqib ketadigan bo'lsak, yuragimiz tezlashib ketadi. Hayajonlanadigan bo'lsak yoki shunga o'xshash holat bo'lsa, tezlashib ketadi. Yoki o'ta xotirjam bo'ladigan bo'lsak, uxlaydigan bo'lsak, o'zimizni juda ham yengil tinch his qiladigan bo'lsak, sekinlashadi. Endi sizda vahima, xavotir bor, miyangizda mana shu xavotirda hisobiga orada bitta qo'shimcha, ya'ni bir me'yorda ketayotgan yurak ritmiga qo'shimcha ravishda signal kelib qoladi. Xuddi elektr simidan signal kelayotgandek, simdan zaryad kelayotgandek, tok kelayotgandek, bu ham adashib kelib qoladi. Yana bitta signal. Va yurak orada bitta noto'g'ri ishlab ketadi va yana ritmni sozlash uchun ozgina to'xtab oladi. Ozgina to'xtab, ritmni to'g'rilash uchun to'xtagan holatda biz yuragimizga qon sal ko'proq yig'iladi va o'sha qonni birdaniga haydash uchun sal kuchliroq zarba bilan urishni boshlaydi. Va bu holatni biz tushunmaganimiz uchun qattiq qo'rquvga tushamiz. Hozir o'lib qolaman degan kuchli dahshat, qo'rquv hissini his qilamiz. Bu siz o'ylaganchalik juda ham qo'rqinchli holat emas. Buni tibbiy tilda ekstrasistoliya deyiladi. Ekstrasistoliya nevroz holatda juda ko'p uchraydigan jarayon. Bu holatda siz nima qilasiz keyin? Doimiy yuragingizni eshitish, yuragingizga diqqatni qaratish, o'ng qo'lingiz bilan mana shu chap ko'krakda ushlash, pulsingizni ushlab sanash, doimiy 100 ta uryapti, 80 ta uryapti, 70 ta uryapti. Davleniyani o'lchash holatlari juda ko'payib ketadi. Va bu o'z-o'zidan ekstrasistoliyani yana ham kuchaytiradi. Ya'ni miyamiz shunday ishlaydiki, agar siz yurakka qancha xavf bor, kasal bor deb e'tibor beradigan bo'lsangiz, miyamiz ham shu narsaga ishonadi va shu yerdan xavf qidirishni boshlaydi. Ya'ni qandaydir kasal chiqib qolarmikin, nimadir chatoqmikin shu yerda deb turib, shu yerga diqqat e'tiborni qarataveradi va stress gormonlarini mana shu yerga jo'nataveradi. Va nerv tolalari orqali yuragingizda yana boshqa o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Achishish, og'rish, o'shish yoki ko'krak sohasida yoki chap qo'l sohasida og'riqlar yoki ana shu holatdan keyin tomoqqa qandaydir tiqilish, yurak tomoqqa kelib qolgandek hissiyotlar bo'lishi mumkin. Bu holatlar hammasi nevrozniki. Agar sizda qo'rquv, xavotir bilan kechayotgan bo'lsa bu jarayon, nevrozniki. Bundan xavotirlanishning hojati yo'q. Bu holatdan qanday qilib chiqib ketish mumkin? Eng birinchi yo'l yurak haqida o'ylashni to'xtating. Yurakni nechta urayotganini sanashni to'xtating. Qo'lingizni bilagingizdan oling, ya'ni bundoq qilib pulsingizni o'lchash yoki bundoq qilib pulsingizni o'lchashni yoki yuragingizga qo'lni qo'yib olishni to'xtating. Mana shu holatni to'xtatsangiz, o'z-o'zidan e'tibor pasayadi. Va bundan tashqari bu holatni to'liq yo'q qilish uchun mana shu qo'rquvni ildizini, o'sha o'lib qolaman yoki biror narsa bo'lib qolaman degan qo'rquvni yo'qotish uchun psixoterapiya orqali ishlashingiz kerak. Nima uchun psixoterapiya deyapmiz? Chunki tajribadan shu narsa ma'lum bo'lyaptiki, mana shu nevroz vahima kasali bilan kasallangan bemorlarda juda ko'pchiligini ko'ryapmiz. Ya'ni 20 yil, 30 yil, 40 yildan beri
mana shu holatda yuribdi. Dorilarchi deyishingiz mumkin. Dorilar ichishgan, dorilar ham ma'lum darajada yordam qilgan, lekin to'liq tuzatib yubora olmagan. Dorilar to'liq tuzatib yuborolmagan. Ya'ni qo'rquv hali ham bor yoki qaysidir belgilar, qaysidir simptomlar hali ham qolgan tanada. Dorilar o'zi ta'sir qilishni to'xtatgan. Ya'ni oldin yarimta ichgan dorisi hozir ikkita ichsa ham ta'sir qilmay qo'ygan. Undan kuchliroq doriga o'tgan, yana boshqasiga o'tgan. Mana shunday holatlar juda ko'p. Shuning uchun qachonki o'sha miyaga o'rnab qolgan qo'rquvni, vahimani, xavotirni, o'sha yomon xotirani miyadan chiqariladi, tozalanadi, qayta ishlanadi. Mana shundagina sizdagi muammo hal bo'ladi. Psixoterapiya seanslariga yozilish uchun quyidagi nomerlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Obuna tugmasini bosib qo'ying. Agar sizning yaqinlaringizda mana shunday holat bo'layotgan bo'lsa, mana shu videoni o'sha tanishingizga yuborib qo'ying. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada kutaman. E'tiboringiz uchun rahmat.